Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Avstraliyada Tibetlər və Uyğurlar birləşmə namoyish elib barğan. Muş ayının 19 günü Avstraliya paytaxtı Canberrada Tibetlər və Uyğurlar Xitayning atalmış millatlar ittifaqlığını ilgir sürüş qanuni və chegara halqıgan bastırışığa qarşı birləşmə namoyish elib barğan idi. Bu namoyishqa Uyğurlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Avstraliyadagi vakili və Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Baxtiyor Bo'ra və ailesi, Avstraliyaning Sidneyda yillardan beri har haftada norozilik namoyish elib berayotgan Pidakar Uyghur qeyrindoshimiz Yusuf Hajim qatorliqlar qatnashgan. Namoyish jarayonida Tibetliklar Xitoy elchixonasining oldida tajovuzchi Xitoy, Tibet va Sharq Turkistonda yo'qol, Tibetga mustaqillik, Sharq Turkistonga mustaqillik degandek shiorlarni tovlashgan. Va Tibetliklar New Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldida o'zini ko'ydirib olgan Pidakar Lobsang Rangzenning xotirasi uchun 50 yaqin Tibetlik er va ayol axborotlarning oldida chashlarini tushirishib noroziligini ifodalagan va xalqaro jamiyatni Tibet va Sharq Turkiston masalasiga diqqat qilishga chaqiriq qilgan. Diplomat jurnali Dunyo Uyg'ur qurultiyining taftishi Gollandiyadagi Jasur Lager shoidi Qalbinur Sidiq bilan suhbat elib berib, sukut tanlash emas degan temada cho'ng hajmli bir maqola e'lon qilgan. Mazkur maqolada German dramaturgi Bertolt Brechtning 1930-yillardagi Germaniyani qoplagan siyosiy beparvarlik to'g'risidagi analiz orqali Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi qirg'inchiligidan aman qolgan kishilarning ro'yitiga qanday ta'sir qilganligini selishtirgan. Mazkur maqolada ayni vaqtda Germaniya fashizm qarab manganda kitoblarni ko'ydirish va kishilarni xohlagancha qo'lga olishga boshlaganligini, bu siyosatning qadam-qadam Yahudilarga qarshi turish, jazo lagerlari, qiynash va o'limga qarab manganligini, bu rayimsiz tarix bugungi kunda Beijingning Sharq Turkistondagi Turkiya xalqlariga qarta yurgizgan bostirish siyosatida takror yuz berayotganligini, ammo dunyoning buning qarta gaz, gacha va qarg'u bo'lib olib, uch maymun o'ynayotganligini o'ttirib qo'ygan. Mazkur maqolada Qalbinur Sidiqning bu qirg'inchilikning az uchraydigan shohidlarining biri ekanligini, lagerlarda o'qituvchilik qilgandagi shohid bo'lganlarning uning psixik jihatdan vayron bo'lish girdobiga elib borganligini, shundaqla uning Xitoyning jazo lagerlarida ko'rganlarini xalqaro jamiyatga oshkorlash va ochiq so'zlashning ruhiga malham bo'lganligini, uning sukutning tanlash emasligini his qilib yetib, xalqining, millatining ovozi bo'lishni tanlaganligini ta'kidlagan. Amerika qatorliq 41 davlat Xitoyning boshqarilgan bomba sinoqlarini xalqaroga oshkorlamaslik bilan ayblagan. Amerika boshchiligidagi 41 davlat 8-ayning 11-kuni Jan va Qoral qisqartish suhbat yig'inida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning o'tgan oy Tinch okeanga suvosti paroxtidan qo'yib berilgan qit'alar aro boshqarilgan bomba etishdan burun xalqarodagi qoida bo'yicha oldin uqtirish qilmaganligini tanqid qilib, bu qilmishning davlatlar aro xato hukm qilish xavfini oshirayotganligini bildirgan. Amerikaning Janvada turishliq vakillar umiga shu kuni yana Amerikaning bu vaqtdagi maydonni o'ttirib qo'yib, Xitoy tarafining bu qatamliq sinoqdan burun ta'sirga uchrash ehtimol bo'lgan barliq davlatlarga oldin uqtirish qilmaganligini, hatto ba'zi davlatlarga uqtirish qilgan taqdirdami oldin berilgan vaqtning eng ko'p bo'lganda 2 soatlik ekanligini bildirgan. Bu vaqtda 41 davlatning birlashma bayonotida Xitoyning ismi bevosita tilga ilinmagan bo'lsa-mu, biroq har qaysi davlat hukumatlarini uzun musofirlik boshqarilgan bomba atganda eng az bo'lganda 24 soat burun oldin uqtirish qilishga chaqirgan. 41 davlatning bu bayonoti Xitoy 7-ayning 6-kuni suvosti paroxtidan sinoq qilib atgan qit'alar aro uzun musofirlik boshqarilgan bomba bilan munosabatli bo'lib, Amerika seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoy tarafining ayni vaqtdagi uqtirish mazmuni tafsiliy emas. Bu ko'p sonli davlatlarning qit'alar aro boshqarilgan bomba qo'yib berish, suvosti paroxtidan qo'yib berilgan boshqarilgan bomba va to'shig'ich raketa qo'yib berishni xalqaro uqtirish va moslashtirish jihatda talab qilingan o'lchamiga yetmagan. Oldin uqtirish qilish usuli to'g'ri emas deb qaralgan. Ethan Gutmanning yangi kitobi Xinjiang tartibida Xitoyning Uyg'ur a'zo etkazchilik fosh qilingan. Ataqlıq kişilik hüquq tekşürgüçisi və yazğıcı Ethan Gutmanның yanıdan nəşr qılınğan Xinjiang tərtibi namlıq kitabıda Xitayning Sharq Turkistondagi lagerlarda Uyg'urlarga qaratgan sistemlik zulmlari və sanoat ko'lamidagi majburiy a'zo yig'ilish jinoyati intayin dahshatli faktlar bilan o'ttirib qo'yilgan bo'lib, kitobda aytilishicha,
Xitoy operatsiya doktorlarining Uyg'ur tutqunlarining yurkitiga soqiyotgan holatda ularning a'zolarini tiriklik kesib elishni ko'rsatdi ekan. Ziyankeşlik uçurğuchilarning o'rtacha yoshi 28 yosh atrofida bo'lib, ularning a'zolari xalqaro a'zo sayohatchilarga zakaz bo'yicha setildi ekan. Kitobdagi uçurlarga asoslanganda, bir yosh Uyg'ur ayolning a'zolarining umumiy qiymati 900 ming Amerika dollariga yetadigan bo'lib, atalmish halol a'zo savdosi orqali arab davlatlaridagi boylarga yuqori bahoda setildiganligini tekshirib chiqqan. Ethan Gutman bu jinoyatlarni tekshirish uchun Xitoyning elektronlik nazorat to'ridan qochib, Germaniyadan Qozog'iston chegarasigacha mashina haydab borgan va u yerda lagerdan qutilib chiqqan guvohchilarni maxfiy ziyorat qilgan. Kitobda Xitoyning 2015-yildan boshlab 12 yoshdan yuqori barliq Uyg'urlarga qaratgan 10 milliondan ortiq qon va DNA tekshirishi amaliyotda bu cho'ng ko'lamli tirik a'zo ombirini qurishning bir qismi ekanligini fosh qilgan. Gutman Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatining vayron qilg'ish rasmini sizib chiqqan bo'lib, Sharq Turkistonda emgak lagerlarida tutib turilayotgan kam deganda 1 million mahbusning 1% dan 1,5% kichik bo'lgan qismi oxirida organ inqilibishning qurboniga aylandi ekan. Bu ahvol 28 yosh atrofidagi eng sog'lom Uyg'ur yoshlarda yuz berishi mumkin bo'lib, har yili kam deganda 32 ming odamning o'limini keltirib chiqaradi ekan. Kitobda bu sistemani qirg'inchilikqa g'arb tibbiy sohasining yordam berganligi, yuzlarcha Xitoy doktorining Amerika tibbiy maktablarida tarbiyalanganligi tanqid qilingan. Navbatda Amerika Avam palatasi majburiy a'zo yig'ilishini to'xtatish qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, Kengash palatasining tasdiqini kutmoqda ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.